Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Strana agentligining axborotiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlarining Konstantinovka shahrida qolgan harbiylari shahardan chiqib ketishga urinmoqda. Ammo bu urinishlar muvaffaqiyatsiz yakunlanmoqda. Chunki ular Rossiya artilleriyasi va dronlari zarbalari ostida qolmoqda. Xabarda aytilishicha, Ukraina qo'shini ayni paytda Donetsk Xalq Respublikasi hududidagi Konstantinovka shahri chekkasida joylashgan turar joy binolarida jon saqlamoqda. Biroq bu binolarni barchasi Rossiya qurolli kuchlari tomonidan qurshab olingan. Shunday ekan, qamalda qolgan armiya oldida har doimgiday ikki yo'l bor. Birinchisi tirik qolish uchun taslim bo'lib asirlikka o'zini topshirish bo'lsa, ikkinchisi jangda halok bo'lish. Unutganlar uchun eslatma, avvalroq Hafta ko'zgusi agentligi Konstantinovka shahrini Ukraina qurolli kuchlari uchun butun Donetsk fronti barqarorligini saqlab qolish nuqtai nazaridan eng muhim mudofaa chizig'i ekanini tasdiqlagan edi. Endi Kiyevni Belarusga yo'llayotgan tahdidiga G'arbni, xususan Oq uyni munosabatiga to'xtalamiz. E'tiborli bo'ling. Siyosatshunos Aleksey Naumovning NTV telekanaliga bildirishicha, G'arb Zelenskiyga Rossiya hududiga zarba berishga ruxsat bergan, ammo uni Belarusga hujum qilib NATOni urushga qo'shish rejasini Oq uy qo'llab-quvvatlamaydi. Aleksey Naumovga ko'ra, agar Ukraina Rossiyaga nisbatan agressiv harakatni davom ettirsa, ya'ni Rossiya ichkarisiga zarbalarni davom ettirsa, Washington Kiyevni bu qadamini kechiradi. Biroq boshqa davlatlarga nisbatan, xususan Belarusga nisbatan harbiy operatsiyaga kirishsa, bu G'arb uchun haqiqiy fojia sanaladi va Zelenskiy Yevropa, shuningdek Amerika Qo'shma Shtatlari uchun sayyoradagi eng xavfli shaxsga aylanadi. Keyin esa tabiiyki Aleksey Naumovning xulosasiga ko'ra, Zelenskiy hukumatdan ag'dariladi va katta ehtimol bilan sirli tarzda bu olam bilan vidolashadi. Eslatib o'tamiz, rossiyalik siyosatshunos Semyon Uralovning fikricha, Ukraina mojarosini yaqin vaqt ichida yakunlanishi yoki kamida tinchlanishiga umid qilish bu ahmoqlik hisoblanadi va urush 2050-yilgacha davom etishi mumkin. Uni ta'kidlashicha, G'arbni Ukrainaga nisbatan tanlagan strategiyasi uni imkon qadar ko'proq qon yo'qotishga majbur qilishdan iborat. Nima uchun? Ekspertning fikricha, maqsad aniq. U qon yo'qotayotgan ekan, Rossiyaning imkoni boricha katta qismini, shuningdek ko'rib turganimizdek Belarusni ham bir qismini xuddi shunday hayotsiz hududga aylantirishga intiladi. Endi Britaniya bosh vaziri Keir Starmerning tasdiqlangan iste'fosi haqida to'liq axborot beramiz. Associated Press agentligining xabar qilishicha, Britaniya bosh vaziri Keir Starmer o'z lavozimini tark etishini ma'lum qilgan va Starmer yangi rahbar saylangunga qadar o'z vazifalarini bajarib turishini bildirgan. Partiya rahbarligi uchun saylovlar 9-iyuldan boshlanadi. Yangi bosh vazir esa parlament sentyabrda ishini qayta boshlashidan oldin tayinlanishi kutilmoqda. Associated Press'ga ko'ra, Starmer iste'fo haqidagi nutqini hayajonli va titroq ovoz bilan yakunlagan. U muddati tugamasdan lavozimini tark etgan so'nggi 10 yillikdagi navbatdagi Britaniya bosh vaziri bo'ldi. U Britaniya hukumatini qariyb 2 yil boshqardi. Bu davrda mamlakat iqtisodiy muammolar, migratsiya siyosati bo'yicha noroziliklar hamda bir qator siyosiy mojarolarga duch keldi. Starmer boshqa Britaniyani bosh vazirlari singari Ukrainaga faol yordam berish tarafdorlaridan biri bo'lib, Kiyevga katta hajmda moliyaviy va harbiy ko'mak ko'rsatgan ortidan eshakka teskari o'tirib o'z ofisini tark etadi. Germaniyaning Die Welt agentligining axborotiga ko'ra, Keir Starmerga yaqinda kansler Friedrich Merz ham hamrohlik qilishi mumkin. Sababi, Germaniya kansleri Friedrich Merz Ukrainaga harbiy va iqtisodiy yordamni oshirish maqsadida, diqqat qiling, yoshlar va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ko'rsatiladigan xizmatlarni moliyalashtirishni qisqartirishni talab qilmoqda. Die Welt'ga ko'ra, so'nggi 1 yil ichida Merzning reytingi 3 barobar pasaygan. Uni hozirgi reytingi esa 22-iyun kuni iste'fosini e'lon qilgan Britaniya bosh vaziri Keir Starmer reytingi bilan bir xil darajaga tushib qolgan. Bu esa o'z navbatida Starmerni eshakka teskari o'tirish bo'yicha Yevropada yolg'iz emasligini bildiradi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.